أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Avlod ovozliq asarlari. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chog'larida haqiqatni to'niganliklaridan, ularning ko'zlaridan yosh qo'yilganligini ko'rsan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatorida qilgin. Biz nimishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmayli? Halbuki biz Parvardigorimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz. Bu so'zlar uchun Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ana shu. Kafir bo'lganlar, bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir. Ey mu'minlar, Alloh sizlarga halol qilgan pok narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzasidan o'zingizlarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yanglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Allah sizlarni savanlik bilan qilgan qasiminglar uchun javobgarlikka tortmaydi. Lekin sizlarni qasdan qilgan qasiminglar uchun javobgarlikka tortadi. Mundaq qasiminglarni buzsanglar, uning kaforati oilanglarga beradigan o'ttir darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badanni yepib turadigan bir qur kiyim berishdir. Yoki bir qul yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimiki bunda qilishqa kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutishi lozim. Bu ana shu ishkan qasiminglarni buzganliginglarning kaforatidir. Qasiminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Ey mu'minlar, haroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton haroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar amdi haroqdan, qimordan yonmamsizlar? Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulimizning mas'uliyati faqat ochiq tabliğ qilishdir. İman etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, imonida va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, ko'rmay turib Allohdan qo'rqadiganlarni bilish uchun qo'linglar va nayzanglar bilan o'lindigan bir oz ov bilan Alloh sizlarni cho'qim sinaydi. Kimiki buningdan keyin haddidan oshsa, ya'ni ehramda turib o'vlasa, u qiynig'uchi azobga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar,
sizlar oğlugan hayvanlarni ihramda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimiki uni qasdan o'ltirdikan, ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi ikki odil kishining baholishi bo'yicha heliqi o'ltirilgan o'g'i o'xshash uy hayvonlardan birini Ka'baga elib berib qurbonlik qilishdir. Yoki kaforat berish yuzasidan miskinlarga osh berishdir. Yoki har miskinga beradigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. O'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ihramda turib o o'ltirgan bo'lsanglar, buni Alloh afu qildi. Kimiki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan o o'ltirsa, Alloh uni jazolaydi. Alloh g'olibdir. Asilik qilguvchilarni jazolag'uchidir. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Madamiki sizlar ihramda yoki haramda ekansizlar, quruqliq hayvonlarini ovlash sizlarga harom qilindi. Sizlar qiyomat kuni dargohiga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar. Allah Beytul Haram bo'lgan Ka'bani, haj eyni, hajda qilinadigan qurbonlikning alomati sifatida bo'yinlariga belgi esilgan to'gilarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqusi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shayini bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. İtaat qilguvchilarga Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkora va yo'shirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turadi. Ey Muhammad, aytqinki, garchi haromning ko'pligi, ey tingshug'ichi, seni ajablandirsimu haram bilan halol barobar emas. Ey aql egilari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni beorom qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. O'tganda so'rg'ininglarni Alloh afu qildi. Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, halimidir. Ya'ni osilik qilguvchilarni jazolashga oldirab ketmaydi. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlardan shundoq masalalarni so'rgan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'rgan ishlari bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kafir bo'lib ketdi. Bahira 8 ni tuqqan, 5-sini erkek tuqqan to'gi bo'lib, jahiliyat arablari bu to'gining quliqini yerib qo'yib, o'z mayliga qo'yib beradi. Minmaydi, yük artmaydi. Sahibe, tishidan 10 ni tuqqan to'gi bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi. Suti musofirlarga beriladi. Vasila, birinchini va ikkinchini tishi tuqqan, butlar uchun o'z mayliga qo'yib etilgan to'ga. Ham 10 to'giga oti bo'lgan bug'ri to'gi bo'lib, ular uni minmay, yemek ishmakda o'z mayliga qo'yib beradi. Larga Alloh yuqorqidek qilishni buyrug'ini yo'q. Lekin kafirlar Allohga yolg'onni chaplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi. Ularga Alloh nozil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ular ota-bovlarimizning dini bizga kifoya deydi. Ularning ota-bovlari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursumu
yanıla ularning diniga amal qilamdu. Ey müminlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah qilgan amallaringlarni sizlarga aytib berdi. Ey müminlar, aranglardan bir kim o'ladigan chig'ida vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ichinglardan ikki odil kishi guvoh bo'lsin. Yoki o'z dininglardagilardan guvoh bo'ladigan ikki kishi tepilmasa, g'ayri dindagilardan ikki kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dahshati kelganda, sizlar bu ikki guvohning rostchilligidan gumonlansanglar, namozdan keyin ularni elib qilinglar. Ular biz foydasiga qasam qiladigan kishilarimiz. Bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdimi qasamimizni hech narsaga sotmaymiz. Xudolik uchun bo'lgan guvohlikni yo'shirmaymiz. Agar uni yo'shirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Agar u ikki guvohchining yolg'on guvohlik berganlik yoki mirosga xiyonat qilganlik gunohi bilinsa, ularning o'rniga miros elishga eng haqliq bo'lgan varislardan ikki kishi guvoh bo'lib, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidanmi to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik. Bo'lmasa, biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Bu usul guvohchilarni eng to'g'ri guvohlik qiladigan qilishqa qilgan qasamini rad qilishdan, ya'ni ulardan keyin boshqalar qasam qilishi bilan o'zlarining rasvo bo'lishidan qo'rqadigan qilishqa eng yaqin usuldir. Allohdan qo'rqinglar. Allohning amrini anglanglar. Allah fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qandoq javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayiblarni nihoyat obdan bilasan deydi. O'z vaqtida Allah aytdi: Ey Maryam o'g'li İsa, sana va sening onangga bergan ne'matimni asligin. Aynı zamanda sana Ruhul Quddus, yani Cibril bilan medet berdim. Kichkingda, böşükdə və peyğəmbər bolğan 30 yaş vaqtında kishilarga so'zlayding. Aynı zamanda sana kitobni, hikmatni, Tevratni va Injilni o'rgatdim. Aynı zamanda mening iznim bilan loydin qushning shaklida bir narsa yasaytingda, uni pülisang iznim bilan uchadigan qush bo'ladi. Mening iznim bilan tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytatding. Aynı zamanda mening iznim bilan o'liklarni tirildirib, qabrlardan chiqaratding. Aynı zamanda Bani İsrailni sana çeqilishdan to'sdim. Sen ularga mo'jizlar bilan kelgan chig'ingda, ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. Aynı zamanda men havorlarga manga va mening payg'ambarimga iymon etinglar deb vahiy qildim. Ular biz iymon etdik. Guvoh bo'lgunki biz amringga bo'ysunguchilarmiz dedi. O'z vaqtida havorlar: Ey Maryam o'g'li İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib beralamdi dedi. İsa: agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni qo'yishda Allohdan qo'rqinglar dedi. Ular: biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, so'zingning rostligini bilishni va payg'ambarligingga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz dedi. Maryam o'g'li İsa: ey Parvardigorimiz, Allah
bizga ustida tamoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendan bizga qudratingni va payg'ambarligimni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq berguchilarning yaxshisisan dedi. Allah İsa'nın duasını icabat qilib, uni men sizlarga cho'qim osmondan tushirman. Sizlardan kimiki shuningdan keyin kofir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini mundoq azoblamayman dedi. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey Maryam o'g'li İsa, sen kishilarga Allah'ni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib elinglar dedingmi?" İsa aytdi: "Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishlik bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undoq demaganligim sana ma'lumlik. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. Sen g'ayiblarni nihoyatda obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini ko'zitib turgan edim. Meni qabz ruh qilganingdan keyin ularning amallarini sen ko'zitib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xolig'ingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahadi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilguchidirsan. Allah aytadi: "Bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchilarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ular Allah'tan memnun bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butun mavjudotning podshohligi Allohga mansubdir. Allah her narsaga qodirdir." Avlod ovozliq asarlari. Sura An'am 165 oyat. Mekka'da nazil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Ondan, ya'ni mushundoq dalillarni ko'rib turib, kofirlar Parvardigoriga boshqalarni sherik keltirdi. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar odamni loydan yaratdi. Ondan ajilinglarni bekitdi. Sizlarning tiriladigan vaqtinglar Allah'ның dergahida ma'lumdir. Ondan sizlar, ey kuffarlar, o'lgandan keyin tirilishga shak keltirsizlar. Osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishlik Allah ana shudir. U sizlarning yo'shurun va oshkora ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turadi. Ular Parvardigorining oyatlaridan birer oyat kelsila, uningdan bosh tortadi. Ularga Allah tarafidan haq kitob, ya'ni Qur'on kelividi. Ular uningga chimpitmidi. Uzoqqa qolmay, ularga o'zlari masxir qilgan narsaning xabarlari keladi. Ya'ni
ularga azap nazil bo'lib, o'zlari masxir qilgan narsaning xabari aniq bo'ladi. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular ko'midimi? Ya'ni uningdan ibrat olmadimi? Ularni ziminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ularga mol yağmurlar yağdırıp bergen edik. O'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Ey Muhammad, biz sana ular talab qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan. Kafirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ular shaksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Chunki ularning g'arzi eng ro'shan dalil kelgandimi iymon etmaslikdir. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nimishqi bir farishta tushmidi deydi. Agar uningga biror farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tugagan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa, halok qilinadi. Ularga muhlat berilmaydi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni ya'ni shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson, ammo farishta emas deydi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kafirlar tarafidan masxir qilindi. Masxir qilguvchilar masxir qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Ey Muhammad, bu masxir qilguvchilarga aytqinki, ziminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdan kechiringlar. Ey Muhammad, aytqinki, osmonlardagi, zimindagi mavjudotlar kimning? Ularga aytqinki, Allohning. Allah ihson qilish yuzidan bandalarga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'adi. Kufrni ixtiyor qilishi bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. Kecha va kunduzda jim turgan yoki harakatlanib turgan shaylarning hammasi Allohning mulkidir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turguchidir. Ularning ahvolini bilib turguchidir. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bor qilguchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Allah rizq berdi. O'zi rizqqa muhtoj emas. Ey Muhammad, aytdimki, men bu ummat ichida Xudoning amriga bo'ysunguchilarning avli bo'lishga buyurildim. Menga deyildiki, sen hargiz mushriklardan bo'lmag'in. Ularga yana aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, ya'ni Parvardigorimdan g'ayriga ibodat qilsam, büyük kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. Mush kunda kimiki azobdan qutuladi ekan, Allah uningga rahmat qilgan bo'ladi. Ani shu ro'shan nijot topganlikdir. Agar Allah sana biror kulfat yetkizsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib o'tmaydi. Agar Allah sana biror yaxshilik yetkizsa, u chaqda uningga hech kim aralasholmaydi. Chunki Allah her narsaga qodirdir. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarini tizginlab turguchidir.
u hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammadan xabardordir. Ey Muhammad, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Manga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytqinki, men mundoq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar sherik keltirgan butlardan men haqiqatan oda judaman. Biz kitob bergan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar uni, ya'ni Muhammad alayhisalomni Tavrat va Injildagi sifati bo'yicha xuddi o'zlarining o'g'illarini to'nigandek to'niydi. O'zlariga o'zlari ziyon solganlar, aniq pokitlar tursimu Muhammad alayhisalomga iymon etmaydi. Allohga yolg'on chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim odamlar bormi? Zolimlar haqiqatan maqsadiga erishamaydi. Qiyomat kuni ularning hammasini hisob elish uchun yig'imiz. Ondan mushriklarga Allohning sheriklari deb e'tiqod qilgan ma'budlaringlar qayerda deymiz. Ondan ular faqat o'zlari aytib, dunyodagi chog'lardagiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz, Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandoq yolg'on so'zlaganliklariga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb bo'hton chaplagan butlari ulardan qochidi. Ey Muhammad, ularning ichida Qur'on o'qigan chig'ingda sana quloq soladiganlar bor. Qur'onni tushunmasliklari uchun ularning dillarini pardaladik. Quloqlarini eg'ir qildik. Ular hamma mo'jizlarni ko'rgan taqdirdimi uningga iymon etmaydi. Hatto kofirlar sening yiningga munozirlashib kelgandimi, bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir deydi. Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhisalomga agishishdan to'sidi. O'zlari uningdan jiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatlik bir holini ko'ratding. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik. Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishdi. Ularga oshkori bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi ma'ni qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etatdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin tirildirilmaymiz deydi. Agar ularni Parvardigorining oldida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan. Allah ularga bu o'lgandan keyin tirilish rost emasmikan deydi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki rostkan deydi. Allah kofir bo'lganliklaringlar uchun azobni tetinglar deydi. Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta tirilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular u dunyodagi beparvoligimizdan nadomat deydi.
gunohlarini ustlariga yuklab oladi. Ularning gunohlarini yukligini nima degan yomon? Dunyo tirikchiligi faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qiladiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi. Lekin ular tarsolikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxiri ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Ey Muhammad, ularning islomdan yuz o'rganligi sana eg'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga shot tepib bir mo'jiza keltira olsang, keltirgin. Agar Alloh xolisa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmatini tushunmaydiganlardan bo'lmag'in. Sözünge haqiqiy quloq soladiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. Sözünge quloq solmaganlar o'liklarning o'rnida o'liklarni Alloh tirildiradi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytariladi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari nimishqa Muhammadga Parvardigoridan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, Allah mo'jiza tushirishga haqiqatan qodir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza nozil bo'lib, iymon etmasa, balog'a duchor bo'ladiganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangdigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan mahluqotlardir. Lavhul Mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq putdik. Keyin ular Parvardigorining dargohiga yig'iladi. Alloh ularning orasida hukm chiqardi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar gaslardir. Ya'ni qabul qilish yuzidan anglamaydi. Gachilardir. Ya'ni haqni so'zlamaydi. Ular kufrning qorong'uligi ichida qolganlardir. Allah xohlagan odamni ozdirdi. Xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tirib etishini iltijo qilgan baloni Alloh ko'tirib etadi. Sizlar Allohning sheriklar qilib olgan butlarni unutaysizlar. Ya'ni butlarga iltijo qilmaysizlar. Shak shubhisizki, sendan ilgiriki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tövbe qilib, yelinsin deb namratlik va og'riq siloh bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nimishqa yelinmadi? Lekin ularning dillari qasovatlashdi. İmanға yumshimidi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini echivatdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda ularni ushtuntut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Zulm qilgan
qavmning yiltizi quritildi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamdu sana payg'ambarlarga yordam berib, kufarlarni halok qilganligi uchun olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Agar Alloh sizlarning quluqinglarni gaz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dillaringlarni pechatlab etsa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asliga keltira oladi? Qarg'inki, biz qudratimizni ko'rsatib beradigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganligimiz, ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi, ya'ni iymon etmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Agar sizlarga Allohning azobi ushtun tut yoki oshkori kelsa, zolim qavmdan boshqa yana kimlar halok qilinadi? Biz payg'ambarlarni faqat savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantirguchi qilib avatimiz. Iymon etgan va amallarini tuzatgan kishilarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allohga itoatsizliklari tufaylidan azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, sendin odatdan tashqari ishlarni talab qilguvchi kufarlarga aytqinki, men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. Men g'ayibni bilmayman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta debmi aytmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi soq odam barobarmi? Ya'ni kofir bilan mu'min barobarmi? O'ylab baxmamsizlar. Parvardigorining dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufridan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qilguchi yo'qdir. Allohning roziligini deb atdiganda oqshomda Parvardigoriga ibodat qiladiganlarni yiningdan qo'g'lab atmagin. Ularning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Ya'ni ularning qilmishlari uchun sen javobgarlikka tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yuklanmaydi. Ularni qo'g'lab atsang, zolimlardan bo'lib qolasan. Ularning Alloh aramizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir, ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy, cho'ng kishilarni sinadik. Alloh shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qilguvchilarni Alloh hidoyat qiladi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yiningga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Parvardigoringlar bandalariga rahmat qilishni, ehson qilish yuzidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimiki bilmasdan birer yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degan. Bu surada mushriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkora bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qayirib qo'yib ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan ma'ni qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishinglarga agashmayman. Bo'lmasa men ozg'an bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lmay qolaman. Aytqinki,
haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hukm qiladi. Allah hukm qilguvchilarning yaxshisidir. Aytqinki, sizlar baldur yuz berishini talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'lardi. Ya'ni sizlardan orom tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'lardim. Allah zolimlarni obdan biladi. G'ayibning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birarsimu yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozilgandir. Allah sizlarni kechasi uxlatadi. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turadi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzida sizlarni uyg'otadi. Ondan Allohning dargohiga qaytsizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Allah sizlarga aytib berdi. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarini tizginlab turg'uchidir. U sizlarga saqlag'uchi farishtalarni, ya'ni qilgan etganni xotirlab turadigan farishtalarni avatadi. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabzi ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi. Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qilg'uchi, egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Qiyomat kuni hukm qilish yalğız Allohga xosdir. Allah eng tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, bu kuffarlarga aytqinki, quruqlikning va dengizning qorong'uliklari, ya'ni baloyi ofatlardan sizlarni kim qutqizdi? Bu qorong'uliklarni ko'rgan chig'inglarda, agar Allah bizni buningdan qutqizsa, cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz deb Allohga oshkora va yo'shirin iltijo qilasizlar. Aytqinki, yalğız Allah sizlarni ulardan va barliq g'amdan qutqizdi. Ondan sizlar buni to'nug'inglardan keyin iymon etmay Allohga sherik keltirsizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga Ashabul Filga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'inglar ostidan Firavun va Qorunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urushga selib biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qiladiganligimizga qarag'in. Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degin. Allah tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydonga keladigan vaqti bor. Uzoq qolmay bilisizlar. Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxir qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rguningda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan birga o'ltirmag'in. Ular bilan birga o'ltirmaslikni shayton sana untildirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin
zolim qavm bilan birga o'ltirmag'in. Taqvodorlarga Qur'onni mazhir qilg'uchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga vaz nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni mazhir qilishdan saqlanishlari mumkin. Dinni o'yin kulki qilib olgan, dunyo tirikchiligiga aldanganlarni tark et. Har qanday odamning o'z qilmishi tufayli halok bo'lishdan saqlanishi uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgin. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qilguvchi bo'lmaydi. U har qanday fidya bersimu qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ladiganlardir. Ular kufri tufaylidan uchaylarini o'rtib yetadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharobga va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohni qo'yib, bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga ibodat qilamdik. Bizni Allah hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdik. Ya'ni murtad bo'lamdik. Mubodo biz shunda qiladigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan. Cho'lda u temirqab qolgan. Do'stlar uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, u chaqiriqni qabul qilmay, oxir halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Bu kuffarlarga aytqinki, Allohning hidoyati haqiqatan haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildik. Namoz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga hisob uchun yig'ilasizlar. Allah osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Allah biror shayga vujudga kel desa, darhol vujudga keladigan kundiki, ya'ni qiyomat kunidagi azobdan qo'rqinglar. Allohning so'zi haqdir. Sur chilinadigan kundiki, ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Allah yo'shirin va oshkorin narsalarni bilguchidir. Allah hikmat bilan ish qilguchidir. Bandalarining ahvolidan xabardordir. O'z vaqtida İbrahim o'z otasi Azerga sen o'zingni yaratgan Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olamsan? Men seni va qavmingni haqiqatan aniq gumrohlikda ko'raman dedi. İbrahimning tavhid borasida qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz İbrahimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. İbrahim kechining qorong'uligi bosganda bir yulduzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening Parvardigorimdir dedi. Yulduz petib ketibdi. Men petib ketguchilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman dedi. U oyning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Parvardigorimdir dedi. Oy petib ketibdi. Agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'ladi ekanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Parvardigorimdir. Bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydan cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketibdi. U aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ada judaman. Men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman.
İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashdi. İbrahim aytdiki, meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar? Men sizlarning Allohga sherik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimningla xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazmaydiganligini o'ylamamsizlar? Allohning sheriki bo'lish haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmayvatsanglar, sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchu, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikqa tegishlik? Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. O'z qavmiga radiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Biz İbrahimga İsoqni, Yaqubni ata qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, İsa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmail, İlyasa, Yunus va Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomi jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobolardan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bandalardan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar sherik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, Qur'onni tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Ular, ya'ni Yahudilar o'z vaqtida Alloh hech kishiga hech narsa nozil qilmadi dedi. Ya'ni vahiyni va payg'ambarlarni inkor qildi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa elib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? U kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yoshirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalar bildirildi. Bu Qur'onni Alloh nozil qildi. Ondan ularni tark etkinki, ular batıllarda, ya'ni qalaymaqon so'zlarda o'ynab yursin. Bu Qur'on Makka aholisini
va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun biz nozil qilgan, uningdan ilgari nozil qilingan Tavrat va İncilga o'xshash kitoblarni e'tirof qilguvchi muborak kitobdir. Oxiratda iymon etadiganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarini o'z vaqtida to'liq ado qiladi. Allohga yolg'on chaplagan yoki o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turg'uluq "Manga vahiy qilindi" degan yoki Alloh nozil qilgandek "Menmu kitob nozil qila olayman" degan kishilardanmi zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftiro qilganliginglar, sherik keltirganliginglar, balo nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rlig'uchi azob bilan jazolansizlar deydi. Biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargoyimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilishga tegishlik bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafoatchilarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku? Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. Donlarni va urug'chilarni bix urg'izg'uchi haqiqatan Allohdir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarg'uchi ana shu Allohdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortsizlar? Allah Sübhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida, yana kechilik yo'l yurguninglarda yo'l tepishinglar uchun Allah sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarni otanglarning pushtida, onanglarning bachchidonida qarorlashtirdi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah bulutdan yomg'ir suyini tushirdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni undirdi. O'simliklardan yeşil yaproqlarni chiqardi. Bug'doy va arpa bashaqlariga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan donlarni yetishtirdi. Xorma daraxining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xorma sapoqlarini yetishtirdi. Yomg'ir suyi bilan üzümlük bağlarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilan şekilde, hacimde, temde bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishqan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga sherik qilib berishdi. Allohga jaholatdan o'g'il, qizlarni o'ydirib chiqarishdi. Allah mushriklar iftiro qilgan narsalardan pokdir. Ularning sifatlaganlaridan ustundir. Allah osmonlarni va
yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'qtursa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Allah yaratgan. Hamma narsani Allah obdan bilguchidir. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allah'ның xotini yo'qtursa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Allah yaratgan. Hamma narsani Allah obdan bilguchidir. Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Allah'tan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. U hamma narsani yaratquchidir. Uningga ibodat qilinglar. O her narsiga hamidir. Ko'zlar Allah'ni ko'rmaydi. Allah ko'zlarni ko'rib turadi. Allah bandalarga mehribondir. Hammadan xabardordir. Ey payg'ambar, aytqinki, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan hidoyatni ozg'unlikdan ayirib ko'rsatadigan dalillar keldi. Kimiki haqni ko'rib iymon etsa, o'ziga foyda. Kimiki uningdan ko'z yumsa, ya'ni bosh tortsa, o'ziga ziyon. Men sizlarga amallaringlarni kuzatib turadigan kuzatchi emasman. Faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarman. Ular, ya'ni mushriklar, ey Muhammad, sen Qur'onni boshqalardan o'rganding deydi deb, haqni biladigan qavmga bayon qilamiz deb oyatlarni mushundoq shakllarda bayon qildik. Ey Muhammad, sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmag'in. Agar Allah ularning hidoyat tepishini xohlasa, ular sherik keltirmaydi. Seni ularga kuzatchi qilganimiz yo'q. Sen ularga hamimu emassan. Mushriklarning Xudoni qo'yib ibodat qiladigan butlarini tillamanglar. Unda qilsanglar, ular bilmaganliklaridan haddidan eshib Allohni tillaydi. Shuningdek, biz har ummatga o'zlarining amalini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Allohning dargohidir. Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi, yomonni jazolaydi. Agar ularga biror mo'jiza kelsa, uningga cho'qim ishonadiganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishdi. Ey Muhammad, mo'jizalar mening emas, Allohning dargohidagi ish degin. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilsizlar? Mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmaganidek, ya'ni ishonmaydi. Ularni gumrohliklarida tengirqab yurishga qo'yib etimiz. Avlod ovozliq asarlari.